Hi everyone. I'm going to tell you about Crash Baby. Ustoz, yaxshimisiz? Uzr kechikkanimga bezovta qildim. Ustoz, menda bitta savol bor edi. Hozir butun bir oylik kursda biz hamma zamondan o'tamiz. Menga hozir qiziq bo'lyapti. Hali bitta present sample o'rganib, men shuncha gapiryapman. Rahmat sizga. Men to'g'risini aytsam 2 yildan beri kursga boraman. To'g'ri, 6-7 oy, 8 oy ingliz tilini ushlamagandim, tashlab qo'ygandim, chunki doktoranturaga kirganman. Bitim olganman. O'zim natijam qoniqtirmayman. Lekin hozir mana shu 1 hafta bo'ldi, 10 kun bo'ldi dars boshlaganimizga, hali bittagina zamonni birinchi formasi, ya'ni prezensiya o'tganimizda shuncha gapiryapman. Men umuman o'sha speaking orqali men ko'p B1 olganman. Juda ham ekvivalent etmagan B2ga shunaqa qilib, juda ham ko'p B2 ola olmaganman va gapirishga qo'rqar edim. Menda palla bor edi. Teacher, sizga katta rahmat. Shunda menga yordam berdingiz. Men xohlayman yana tez va ravon o'ylamay gapirishni ingliz tilida. Va iltimos sizdan menga yana yordam bering. Rahmat.